Tarixdagi siz bilmagan 11 nafar ayol qotillar. Birinchi keys eng ko'p ovoz to'plagan Miyuki Ishikawa ishi. Keyingi video qaysi biri haqida bo'lsin, izohlarda ovoz bering. Miyuki Ishikawa Yaponiyada akusher bo'lib ishlagan. Bu voqea Katabuki tug'ruqxona voqeasi nomi bilan tanilgan. 1946-48-yillarda urushdan keyin Tokioda sodir bo'lgan. Qurbonlar chaqaloqlar edi, lekin ularning soni aniq emas. Sud yakunida 5 ta o'lim bo'yicha hukm chiqarilgan. Politsiya tekshiruvida esa 84 dan 103 nafargacha o'lim ko'rilgani aytiladi. Xo'sh, chaqaloqlar qanday qilib vafot etishgan? Miyuki Ishikawa chaqaloqlarni odatda bevosita hujum qilib o'ldirmagan. Bu ish parvarishsiz qoldirish, qarovsiz qoldirish orqali qotillik sifatida ko'rilgan. U yangi chaqaloqlarni qabul qilib olgan, keyin esa ularning ko'piga ataylab juda kam parvarish bergan. Natijada ular vafot etishgan. U Tokio Shinjuku hududidagi Katabuki tug'ruqxonasini boshqargan. Ikkinchi jahon urushidan keyin ko'plab onalar juda kambag'al, turmushga chiqmagan yoki beva yoki jamiyat bosimi ostida yashagan. Ba'zilari chaqaloqlarni tug'ruq uyiga tashlab ketgan, chunki ularni boqishga imkoniyatlari bo'lmagan. Ishikawa va uning eri Takeshi chaqaloqlarni qabul qilib olgan. Ularni asrab olish uchun boshqa oilalarga topshirishni reklama qilishgan. Ular ota-onalardan ham, bola asrab olmoqchi bo'lgan odamlardan ham pul olishgan. Shuningdek, oziq-ovqat ratsion yordamlari ham olishgan. Yapon xabarlarida politsiya bu joyni tintuv qilganida sut, shakar, guruch va shunga o'xshash mahsulotlar topilgani aytiladi. Uning qilgani taxminan shunday bo'lgan. Chaqaloqlar juda ko'payib ketganda ularni asrab oladigan oilalar yetarli bo'lmagan va u keraksiz deb ko'rilgan chaqaloqlarni juda yomon sharoitda ushlab turgan. Ma'lumotlarga ko'ra, chaqaloqlarga juda kam sut berilgan. Ular to'g'ri yuvintirilmagan, tagliklari almashtirilmagan, qishda esa yetarlicha issiq saqlanmagan. Shifokorlar esa juda kech bo'lganda chaqirilgan. Ba'zi chaqaloqlar ochlik, to'yib ovqatlanmaslik va sovuqdan vafot etishgan. Vafot etgan chaqaloqlarni esa dafn marosimlari bilan shug'ullanuvchi odam orqali sezdirmasdan olib chiqib ketilgan. 1948-yil 12-yanvar kuni politsiyaning 2 xodimi velosipedda yog'och qutilar olib ketayotgan bir erkakni to'xtatadi. Qutilar ichida chaqaloqlarning jasadi bo'lgan. U bu jasadlarni Katabuki tug'ruqxonasidan olib ketayotganini va oldin ham ko'plarini shunday olib chiqqanini aytgan. Keyin tergov boshlangan va sud tibbiy tekshiruvlari bu chaqaloqlarni tabiiy o'lmaganini ko'rsatgan. 3 nafari ochlikdan, 2 nafari esa sovuqdan vafot etgani aniqlangan. Har bir chaqaloqning shaxsini va o'lim sababini isbotlash juda qiyin bo'lgani uchun qurbonlar soni aniq emas. Ma'lumotlarga ko'ra, ular 100 dan ortiq bo'lishi mumkinligi aytilgan.